Hammasi bor-ku o'zicha xalq nima o'ylaydi? Yo'q bunaqa foizlar, ishonasizlarmi? Yo'q bunaqa foizlar. Ayrim qo'sh tirnoq ichidagilar esa sizga lizingni halol nasiya deb chiqarib bermoqchi bo'lishadi. Lekin borib mashina tan narxini so'rasangiz agar, mashina tan narxi u yerda tursin, 1,5 barobar qimmat qilib sizga halol nasiya deb o'zicha o'tkazmoqchi bo'lishadi. Men sizga esa hozir qulay va zo'r variantini aytib o'taman. Jetour X70 FL o'z tan narxi o'zgarmagan holda sizga yillik 0% bilan rassrochkaga bitta pasportga va penya va foizlarsiz chiqarib beraman. Jetour T2 o'z tan narxi o'zgarmagan holda 2 yilga foiz va penyalarsiz yillik 0% stavka bilan o'z nomingizga chiqarib beraman. Ishlab chiqarilgan yili esa 26. Bunaqasi hali O'zbekistonda yo'q. Bironta avtosalon sizga ishlab chiqarilgan yili 26-yilni hali beri sotib bera olmaydi. Chunki bunaqasi faqatgina Buxoro Jetour avtosalonida mavjud. Kommentariyada Jetour X70 yoki Jetour T2 deb yozib qoldirsangiz, sizga menejerlarimiz grafiklarni tashlab berishadi. Barchangizni Jetour Buxoro avtosalonimizda kutib qolamiz.